Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat, yaratgan Parvardigorning shukri-yu zikrida bormisiz? Omon bo'ling. Azizlar, atrofga bir nazar solsak, tabiat inson hayotiga, hatto fe'l-atvoriga naqadar uyg'un. Chehrasi ochiq, yaxshilik taratuvchi inson yuzini nur taratguvchi quyoshga o'xshatamiz. Serjahl insonni birpasda olovdek gurillaydi deymiz. Og'ir vazminlik esa bosilgan un yoki tuproqqa tenglashtiriladi. Mahzun holatlar Majnuntolni eslatadi. To'porilik esa toshqin soy kabi. Hatto inson umri ham go'yo 4 faslda mujassam. Lekin fasllar takrorlanadi. Bu bahor ekilgan ko'chat kelasi bahor bo'y cho'zadi. Yanagilarida esa gullab hosilga kiradi. Bu yoz bitmagan imorat keyingi yoz nihoyasiga yetar. Bu qish iliq kelsa, keyingisi qor haqqini to'ldirar. Fasllarda imkon bor. Lekin inson umrining na bahori, na yozi qaytguvchi emas. Yillar o'tib umr kuzagi kelganini, hatto qish, umr poyoni eshik qoqayotganini sezmay ham qolasiz. Buning ham bir hikmati bor. Demak, shunday bo'lishi kerak. Inson behuda yaralmagan va unga berilajak imkoniyat faqat bir marta. Xoh qisqa, xoh uzun umr bo'lsin, faqat bir marta beriladi. Shunday xayollar asnosida yozilgan bir she'rni e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglab tafakkur qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Tamal toshi. Fasllarda hikmat bor. Inson umriga qiyos. Nish uradi ilk bahor, ma'sum go'daklarga xos. So'ngra yoshlik shiddati, tez oqar soylar misol. Yaratganning qudrati, bahor ne go'zal timsol. Yashillikdan ruh olib, turfa rangda tovlanar. Chaqmog'i dovrug' solib, sabosi mayin yelar. Kurtak yozib daraxtlar, meva tugar bir yo'la. Ketma bahor, borlig'ing sinoatlarga to'la. Qaniydi ketmay bo'lmas, yo'l berar kuz qishlarga. Umr poyoni to'lmas, mangu qolsa yoshlarga. So'rov ham bor, so'ng inson, umring bahori ketdi. Berilgandi ko'p imkon, nelar boshingdan o'tdi. Sharqiragan u soylar nafli bo'ldimi axir? Yaratoldingmi bog'lar, mevang totlimi taxir? Butladingmi iymonni, bismillohdan ish boshlab? O'qidingmi Qur'onni, amaliga bel bog'lab? Poyonsiz nafs jilovin ololdingmi qo'lingga? Topoldingmi haq yo'lin, qarab o'ngu so'lingga? Ko'z nurga, tan quvvatga to'lganda aqlga bosh, dunyoyu oxiratga qo'yoldingmi tamal tosh? Fasllarda hikmat bor. Inson umriga qiyos, har ne'matdan so'rov bor. Banda behud yaralmas. Rahmat azizlar.
e'tiboringiz uchun. Yana she'riy suhbatlar nasib bo'lsin deya xayrlashaman. Omon bo'ling.